Merhaba arkadaşlar. Sizlar bilan Abduhamid Xalilov. Bugun YouTube'dagi birinchi videomni olaman. Shunga qo'llab-quvvatlaysizlar. Like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Bugun Istanbulga turistlar va turist bo'lib va o'quvchi bo'lib kelganingizda qanday kartalar oldingizda bo'lishi lozim? Shularni ko'rsatib o'taman va tushuntirib o'taman. Qayerdan nima olinadi, hammasini tushuntiraman. Birinchi bo'lib Visa Platinum. Istanbulga kelganingizda, ya'ni nafaqat Istanbul, balki любой joyga sayohat qilayotganingizda Visa Platinum kartasini ochtirib olishinglarni tavsiya qilaman agar o'zingizlar sayohat qilsanglar. Bu Visa Platinum qulaylik taraflari, sizlar Visa Platinum ochtirsanglar, sizlardan anaqalar so'raydi. Masalan, aeroportga borganingizda, любой aeroportda bemalol biznes lanchga kirib ovqatlansanglar bo'ladi tekinga va O'zbekistonda Toshkentdan chiqib ketayotganingizda chemodaninglarni bepulga o'rab berishadi. Albatta viza karta oldingizda bo'lishi kerak. Viza kartani ularga ko'rsatishingiz kerak va fast track bor. Fast track u ham butun dunyoni любой aeroportida bor, lekin hozir O'zbekistonda faqat Master orqali ishlayapti. Mastercard orqali vizaga hali kelgani yo'q. Ya'ni fast trackdan ro'yxatdan o'tasizlar va kartalarni bersanglar, sizlardan $0 yechib oladi. Ya'ni haqiqatan kartani ishlayaptimi, kartani tasdiqlash uchun kartadan pul yechadi $0. Va kartaning ichida albatta qanchadir miqdorda pul bo'lishi kerak va ozgina оборот qilib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Ikkinchi bo'lib Istanbul karta. Istanbul kart bu nima? Ya'ni Turkiyada shunaqa bor, Istanbul kart bor mana. Buni qizil rangligi bo'ladi. U turistlar uchun ishlatilgan karta. Turistlar kelganda vapu, parom, avtobus, keyin funikulyar bor bu yoqda. Shularni hammasiga metro bor. Shular hammasiga Istanbul kart orqali to'lov qilinadi. Yana Istanbul karti bitta plus tarafi, agar buni ichida pul bo'lsa, даже do'konlarga kirib, do'konlarda ham to'lov qilsanglar bo'ladi. Lekin IBAN qilib anaqaga o'tqiza olmaysizlar. Kartadan kartaga qilib o'tqiza olmaysizlar. Buni Istanbul karti bu orange varianti, student varianti. Buni ko'pchilik ochishga qiynaladi. O'shanga ko'pchilik kelganda kimlik kerak bo'ladi. Buni ochishga, lekin pasportda ochadigan joyi ham bor. Taksimda o'zini Istanbul kart mashhur markazi bor. Taksimda, Karakoyda, Karakoyda tramvay bekatini shundan oldida. O'shdan qilsanglar bo'ladi. Ochtirsanglar bo'ladi. Pasportinglarni berasizlar. Pasport berib va albatta universitetdan orange belgi olishingiz kerak. Orange belgi bo'lmasa bermaydi. Chunki orange belgi sizlarni tasdiqlab turadi. Haqiqatan u orange misli. Orange belgi mana bunaqa ravishda bo'ladi. Men Beykoz universitetida o'qiyman. Ya'ni hamma universitetda har xil dizayn bo'ladi. Bu men orange belgim. Ya'ni bu orange belgi orqali ancha ishlar qilsanglar bo'ladi. Keyin mana bunaqa muzey karta olsanglar bo'ladi. Bu muzey karta orqali, ya'ni mana 30 talarga o'tgan yili ochtirganman. Любой Turkiyadagi любой anaqa tarixiy joy, davlat joylariga kirsanglar bo'ladi. Masalan, Galataga hamma 50 euro, 40 euro to'lab kiradi. Lekin sizlar muzey karta olsanglar, orange mana 30 talarga 1 yilda 2 marta kirsanglar bo'ladi Galataning ichiga. Uni turistlar 50 eurolab to'laydi. Lekin biza 30 TL evaziga kirsak bo'ladi. Har safar to'lamaysizlar. Bu bir marta karta ochittirish uchun to'lov qilinadi, bo'ldi. Hozir 50 TL bo'lgan, o'tgan yili 30 TL edi, bu yil 50 TL bo'lgan narxlar. Keyin yana bitta Jamlija kulesi bor. Jamlija, o'sha yerga ham chiqsanglar bo'ladi. Keyin ko'p joylarga, Dolmabahçe saroyiga o'tadi muzey kart. Odatda internetdan qarab o'tsanglar bo'ladi. Bu o'tirmangizni kimlik. Bu kimlik orqali ko'p narsalar hal qilinadi, lekin o'qishga, kimlik olish uchun, zaявкаlar tashlash uchun albatta birinchi dokumentlarni yig'ib, keyin o'qishga olib borib berasizlar. O'qishlarni o'sha imzo anaqasiga yo'naltirib yuboradi. Sizlar imzoinglarni olib, keyin qaytib kelib yana o'qishga borib, dosyangizlarni, ya'ni papkalar bo'ladi. O'sha hamma dokumentlar bilan papka yig'ib berishadi. O'shani o'qishga topshirsanglar, ular zaявка yuborishadi davlat anaqasiga, Gochi darasi deydi. O'sha Gochi darasidan keyin sizlarga 10-15 kun ichida сообщение keladi, SMS. Kartalar
chiqdi deb onlayn varianti chiqadi. Keyin 3-4 kunlardan keyin uzog'i 3-4 kunda yoki undan ham cho'zilib ketishi mumkin. Bayram qilib bo'lsa cho'ziladi va qo'lingizga o'sha kimliginglarni olasizlar. Istanbul kart anaqalari bo'yicha aytmoqchi edim. Hozir 2025-yil 20-oktyabrga ko'ra 20-oktyabrga ko'ra narxlar 30 hammasida har xil 35 tala, avtobuslarda anaqa orangelar uchun 17 tala, ya'ni shuni yarmi. Metrolarda 8 tala orangelar uchun, lekin anaqalar uchun 35 Istanbul kart qizili bor. O'shanga aytaman va buni abonelik qilib olsanglar 200 ta tekkizish imkoniyati beradi. Masalan, 5 hozir 494 tala. Buni abone olmak istiyorum deb borib olasizlar yoki o'sha o'zini Istanbul kart anaqasi bo'ladi, dolum o'sha bankomatika bo'ladi, o'sha anaqa qilsanglar bo'ladi yoki ostanovkalarda qo'yib qo'yadi. To'ldirib beramiz, Istanbul Akbil deb yozib qo'yishadi. Sizlar o'sha yerga borib turib abone olmak istiyorum deysiz. Ular abone yuklab berishadi. Keyin uni 200 marta tekkizsanglar bo'ladi. Masalan, u vapurga ham anaqalarga ham o'tiradi. Avtobus, metrobus, почти любой anaqaga o'tiradi. Endi shu bilan videomiz tugadi. Yana qaysi mavzu haqida qanaqa savolinglar bo'lsa, bemalol kommentariyalarda qoldirsanglar bo'ladi. Xudo xolasa keyingi videolarda javob berishga harakat qilaman. Aytgancha tutilishimga ahamiyat bermaysizlar. Bu birinchi videoim YouTube'dagi, o'shaning uchun qo'llab-quvvatlab, like bosib, obuna bo'lishinglarni iltimos qilib qolaman. E'tiboringlar uchun rahmat. Sizlar bilan Abduhamid Xalilov.